Başına. Dahshat yaqinlar. Zapal, ey o'g'ay, zakas. Hozir keladi, avzor qilamiz. Keldi, to'xtab turing, hozir kelaman. Mana yaqinlar, pochtamiz keldi, yangi pichoqlar bilan. Wow. Qanday ishlatadi, bilasizmi qanday ishlatishni? Xo'p, qani ochamiz. Oyog'ingga hozir hali bolalar yana yozadi. Aka, yana pichani maqtayapsizmi hozir deydi. Bo'pti, oling. Nechun bu hashkam tashkillar ekan-ku? Bu nimalar bular? Bu test qiladigan ekan. Wow. This is gorgeous, bro. Looking good, eh? Mana bunisi test qiladigan daftarchasiga hozir ko'ramiz. Yaqinlar juda ham chiroyli, juda ham qulay ishlangan odamlar uchun birovlaringizni narsasi qiladilar. Qanday go'zal. Wow. Yaqinlar endi bu tashqariga chiqib test qilamiz. Let's go. Ana tashqarida ham juda ham yo'q bo'lyapti. Ko'z qarash ketyapti. Ko'zim qo'yib bu boshqa dunyo, umuman zo'r. Bemalol ko'ryapman, bemalol qarayapman oxiriga to'g'ri. Wow, qarang. Mana hozir sinab ko'ramiz. Ko'ringlar. 1, 2, 3, bum. Mana. Ko'ryapsizmi faktni? Ko'ryapsizmi? Sonda nima bo'lsa qilgan. Mana, ko'ryapsizmi? Bemalol ko'ryapsiz, bulutlarni, boshqani. Atrofni so'larga bemalol qarab olasizlar. Mana, ovorsam ko'ryapsizmi? Qani yaxshi emas ko'rish. Mana sizga effekt. Mana ko'rib turganingizdek, oynani refleks tushyapti tashqariga. Yorug'laydi. Hozir ochib qo'yamiz. Refleks yo'q bo'ladi. Bum. Ko'ryapsizmi? Yo'q refleks. Mana qarang. Ketdi. Ko'rdingizmi mana? Hammasi ko'rinib turibdi mana. To'xtab. Aynan tashqaridan ko'rinib turibdi. Yana ikkinchi qo'yamiz, refleks yo'qoladi. Bum. Ko'rdingizmi? Mana men nima demoqchiman. Mana hamma joyda refleks mana. Aradan refleks tushyapti to'xtaga. Hammasini refleks tushyapti. Ketdi. Yo'q, hech narsa. Ko'rdingizmi? Mana oldi ochdim. Bo'ladi. Yo'q, ko'rinyapti. Abrat shoy ko'rinyapti. Let's keep this guys. Let's go. Mana yaqinlar hovliga keldik. We came to the pond. Let's see how it works. Qani ko'ramiz. Qanaqadir bo'lsin. Boshladik. Baliq ko'radiganlarga ketdik. Mana baliqlar ko'ryapti. Pensionerlar, damnolar o'tirishib nazar qilsin. Hello pensionerlar. The old people are relaxing, enjoying their time. They're retired and things. Love it. This park is so beautiful, guys. We sometimes come here and enjoy picnicking with our friends and families. See around. You can compare the effect with the glasses or without glasses. What do you think?
do you think of these glasses? Wow, yaqinda Ruatski dahshat ekan. Men 10 dan 10 ball beraman bunga. Men hattoki qog'ozda ham yozib qo'yibdi. Let's see more deyapti. Ya'ni kelinglar ko'proq narsani ko'ramiz, ko'proq ko'ramiz degani. Narsa bizga mos ekan, biz odamlar bir-birini ko'ra olmaydi-ku.